Bryusselda Qambarota gidroelektr stansiya birinchi loyihasini moliyalashtirish bo'yicha kelishuvlar. Ham elektr, ham issiqlik bilan ta'minlab beruvchi unikal loyiha. O'zbekistonda ilk bor Germaniya tajribasi asosidagi bog'cha faoliyat boshladi. Yana bir oliy ta'lim muassasasi xalqaro reytingda e'tirof etildi. 108 ta mexanik qo'lda paxta teradigan robomashina. Assalomu alaykum, efirda Fakt 24 informatsion dasturi. So'nggi yillarda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ham tarixiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Ta'lim sifati, ilmiy salohiyat va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish natijasida mamlakatimiz universitetlari dunyo miqyosida yuqorilab bormoqda. Times Higher Education xalqaro reytingi bu borada barcha ko'rsatkichlarni e'lon qilib kelyapti. Yangi natijalarga ko'ra, Toshkent davlat texnika universiteti ilk bor top 1000 talikdan joy oldi. Ayni lavhamiz shu haqda. Oliy ta'limda natijalar, ilmiy izlanishlar va xalqaro tan olinuvchanlik muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimining isloh qilinishi natijasida oxirgi yillarda mamlakatimiz oliygohlari xalqaro reytinglarda yuqori pog'onalarni qayd etmoqda. Masalan, Times Higher Education xalqaro reytingining joriy yilgi natijalariga ko'ra, O'zbekistonning 4 ta oliy ta'lim muassasasi dunyoning top 1000 universiteti qatoridan o'rin egalladi. Shuningdek, yana 58 ta universitet reporter sifatida ro'yxatga kiritildi. Bu esa mamlakatimizda ta'lim yo'nalishida amalga oshirilgan islohotlar natijasidir. Bu borada Toshkent davlat texnika universitetida ilmiy faoliyatni rag'batlantirish, xorijiy oliygohlar bilan o'zaro hamkorlikni tashkil etish hamda professor-o'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Ana shu sa'y-harakatlar samarasi sifatida universitet ilk bor dunyoning eng nufuzli reytinglaridan biri The World University Rankings 2026 ro'yxatidan joy oldi. Aynan tadqiqot sifati ko'rsatkichi bo'yicha top 500 talik va xalqaro hamkorliklar bo'yicha top 1000 talik oliy ta'lim muassasalaridagi indikatorlarda yuqori o'rinlarni egalladi. Shuningdek, xalqaro hamkorlik natijalari bo'yicha oliy ta'lim muassasalarimizda olib borilayotgan qo'shma ta'lim dasturlari, xalqaro hamkor oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan anjumanlar ham bu borada eng katta ko'rsatkichlarga erishishda alohida ahamiyat kasb etdi. Toshkent davlat texnika universiteti ham bu borada keyingi yillarda o'zining strategik rejalarini tuzgan va bu strategik rejalar bo'yicha 2030-yilga qadar top 500 talik oliy ta'lim muassasalari reytingida qayd etilishi kutilmoqda. Bu yutuqlar O'zbekiston oliy ta'lim tizimining o'sib borayotgan akademik salohiyati bilan birga raqobatbardoshligini yaqqol namoyon etadi. Siz ortda qolgan daqiqalarda Fakt 24 informatsion dasturini tomosha qildingiz. Diqqat va e'tiboringiz uchun rahmat. Dasturlarimizni esa kuzatib boring.